Qizlar va'da qilganimdek bir kunlik vlog olaman. Bu meni bugungi obrazim. Mana o'sha uydan ham chiqib oldim. Hozirgi kunda buvamgida yashayapman. Hozir hozir mashinada paydo bo'lib qolaman. Mana o'sha yangi bozorga kelib, magazindan bu narsalarni olib oldim. Yeb, shodiyda kutib o'tiribman. Anjalila his qildi o'sha qayerda turganimni. To'g'rimi? Qizim yarim soat deganda keldi. Yugurib kelyapti qo'rqqandan, rosa kuttirdim deb. Opamizni bugun birinchi manikyur qildirishib, o'tiribdi mazza qilib, sota qo'ziga o'xshab, men turibman go'rso'xtaga o'xshab. Korotchi syomkamiz bor edi, kech qolib ketyapti, men sekin surib yuborardim. Topinglar, men qaydaman? Topdinglar, Hasanboydaman. Shunaqa qilib qornim to'g'izsalarchi, men kutaveraman qancha bo'lsa ham. Shodiy keldi, u yerini videoga olmabman, shunaqa qilib biqin qilib oldik. Qorin to'ydi, ketdi ham deb syomkani ham boshlab oldik. Har doimgidek tirjayib turibman. Orada tanaffus qilib Shodiyni sumkasini unpacking qildik. Unpackingmi, obzormi, xullas. Ichidan 17,000 puli chiqdi xolos. Bu gaday blogerlarga ishonmanglar buni. Syomka jarayonida manaqa mashina mindik. Nomi nima buni bilmayman, xullas. Syomka qilyapti. Shuni minib bir balolar qilib video oldik-da, xullas keyin chiqqanda ko'rasizlar. Rosa ko'p xullas debman. Syomkalarni ham tugatib olib Shodiy bilan kiyim olgani kirdik. Ketayotganim qani? Videoga olmabman. Sraz uyda paydo bo'lib qoldim. Xafa bo'lmaysizlar. Vlog yoqqan bo'lsa like, podpiska jo'nataman. Bye girl.